Xo'p, boshlaymiz unda. Bugungi mavzumiz boshlang'ich funksiya va aniqmas integral mavzusi. Demak, eslab olamiz. Hosila oldingi mavzumiz hosila bo'layotgan bo'lsa, hosila nima edi? Hosila bu demak, funksiyalar ustida bajariladigan amal edi. Funksiyalar ustida bajariladigan amal. Biz o'rgandik. X ning hosilasi 1 ga teng, o'zgarmas sonni qanaqadir hosilasi 0 ga teng. Demak, sinus hosilasi, sinus x hosilasi kosinus x ga teng, yoki natural logaritm x hosilasi 1 taqsim x ga teng va hokazo. Har xil funksiyalarning hosilasini olishni o'rgandik. Bular ma'lum bir qoidalar asosida olinadi. Biz jadvaldagi hosilalar jadvaldagi amallarni o'sha qanday bajarilishini eslab qolib, o'shalar bo'yicha hosila olib misollarni yechdik. Bizga ma'lumki, turli xil amallar o'zining teskari amaliga ega. Masalan, xo'sh, o'zaro teskari amallar. Masalan, qo'shish va ayirish. Qo'shish va ayirish. Bular o'zaro teskari amal. Masalan, 5 ga 4 ni qo'shib, 4 ni ayirsak, 5 hosil bo'ladi. Ya'ni bir-biriga teskari bo'lgan mana shu ikkita amalni bir-biriga teskari bo'lgan qo'shish hamda ayirish amallarini ketma-ket bajarsak, demak, nima bo'lar ekan? O'sha dastlab berilgan sonning o'zi qolar ekan. Xo'sh, ko'paytirish va bo'lish. Ko'paytirish va bo'lish. Bular ham o'zaro teskari bo'lgan amallar. Masalan, 5 ni 4 ga ko'paytirsak hamda keyin 4 ga bo'lib olsak, bunda ham 5 ni o'zi chiqadi. Mana shunday ko'paytirish va bo'lish amallari o'zaro teskari amallar hisoblanadi. Bunaqa amallardan ko'p misol keltirish mumkin. Darajaga ko'tarib ildiz chiqarish, ko'rsatkichli va logaritmik misol bo'la oladi. Xuddi shunday hosila ham funksiya ustida bajariladigan amal bo'lganligi uchun o'sha amalga teskari amal mavjudmi? Mana masalan, biz savol berayotgandik. X hosilasi nimaga teng? 5 ning hosilasi nimaga teng? Sinus ning hosilasi nimaga teng? Natural logaritm x hosilasi nimaga teng deyotgandik degan savol berib, unga javob berayotgandik. Ana endi teskari savol beramiz. Ya'ni biz doimiy sinusning hosilasi nimaga teng degan savolni emas, nimaning hosilasi kosinus x ga teng degan savolni bersak, hosila olinishdan oldin kosinus x hosila olingandan keyingi holati bo'layotgan bo'lsa, hosila olinishdan oldin u boshlang'ich holatda qanaqa bo'lgan shu funksiya? Shu sababli biz boshlang'ich funksiya deb ataymiz. Demak, boshlang'ich funksiya bu funksiya hosila olinishidan avval qanaqa ko'rinishda bo'lganligi ekan. Qisqa qilib, lo'nda qilib aytadigan bo'lsak. Mana masalan, hosila olganimizdan keyin funksiyaning ko'rinishi fx bo'ladigan bo'lsa, u dastlab qandaydir katta fx ko'rinishda bo'lgan.
mana shu fx funksiyani, kichkina fx funksiyani boshlang'ich funksiyasi katta fx bo'ladigan bo'lsa, o'sha boshlang'ich funksiyadan hosila olinganda, demak, bizga berilgan fx funksiya kelib chiqishi kerak. Ya'ni biz kosinus x ni fx funksiya deb uning boshlang'ichini topamiz deydigan bo'lsak, uning boshlang'ich funksiyasini topamiz deydigan bo'lsak, funksiyasi uning boshlang'ich funksiyasi katta fx barobar sinus x bo'lar ekan. Ya'ni o'sha hosila olinishdan avval boshlang'ich holatda sinus x bo'lgan bo'lar ekan. Boshlang'ich funksiya degani mana shu narsa. Hosilalar jadvalida deylik. Hosilalar jadvalini eslaylik-da. Demak, bu yerda funksiya, xo'p, bu yerda hosilasi. O'zgarmas sonni o'zgarmas son bo'ladigan bo'lsa, hosilasi 0 ga teng. X ni n-chi darajasi bo'ladigan bo'lsa, hosilasi n ko'paytirilgan x ni n-1-siga teng deyilgan bo'lsa, ana endi mana bu ustunda turgan lar funksiya bo'ladi. Funksiya bo'ladi. Bu ustunga turganlar boshlang'ich funksiya bo'ladi. Boshlang'ich funksiya bo'ladi. Ya'ni agar funksiya 0 bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich funksiyasi qanaqadir o'zgarmas son bo'ladi. Va hokazo. Mana shu hosilalar jadvalini mana bu ustundan bu ustunga o'tardik. Ana endi orqaga qaytadigan bo'lsak, biz boshlang'ich funksiyani topgan bo'lar ekanmiz. Xullas kalom, boshlang'ich funksiya bu hosilaga teskari bo'lgan amal. Ana endi mavzumizda boshlang'ich funksiya va aniqmas integral deyapmiz. Aniqmas integral nima? Ko'pchilik ikkalasini bir xil narsa deb o'ylaydi. Aniqmas integral nima? Xo'p. Demak, aniqmas integral nima degani? Bitta narsani kuzataylik, qaranglar. Agar sinus x ni, masalan, sinus x ni hosilasi kosinus x ligini bilamiz. Bundan tashqari sinus x ga qanaqadir o'zgarmas sonni qo'shsak, masalan, faqat sinus x hosilasini o'rgating. Sinus x plus 1 ni hosilasi ham kosinus x ga teng. Chunki bu sinus x ni hosilasi qo'shilgan 1 ni hosilasi bo'ladi. Bu sinus x hosilasi kosinus x ga teng, 1 ni hosilasi 0 ga teng bo'ladi. Bundan tashqari sinus x qo'shilgan 2 desak ham, buni ham hosilasi kosinus x ga teng. Bu nimadan dalolat beradi? Bu degani, agar funksiya kosinus x bo'ladigan bo'lsa, uning boshlang'ich funksiyasi nafaqat sinus x, balki uni boshqa bitta boshlang'ich funksiyasini yozib berishimiz mumkin. Sinus x plus 1 yoki bo'lmasa boshlang'ich funksiyasi sinus x plus 2 deb. Demak, funksiyani boshlang'ich funksiyalari bitta yagona bo'lmas ekan, bir qancha bo'lar ekan. Umumiy holda aytadigan bo'lsak, agar biz sinus x plus qanaqadir konstanta son, kattasi bilan belgilaylik konstantani deydigan bo'lsak, mana shu
o'zgarmas son o'rnida istalgan haqiqiy son bo'lishi mumkin. Mana shunday ko'rinishdagi funksiyalarni barchasini hosilasi kosinus x ga teng. Barchasini hosilasi kosinus x ga teng. Demak, funksiyaning boshlang'ich funksiyalarini barchasi aniqmas integral deyiladi va quyidagicha yoziladi. Mana integral belgisi f x dx barobar f x plus s ko'rinishida yozilar ekan. Bu nima degani? Demak, bu degani bu yerda nimalar bor? Mana bu belgi integral belgisi Xo'p, f x dx integral osti ifodasi. Xo'p, f x integrallanuvchi funksiya. Integrallanuvchi funksiya bo'lar ekan. Mana bu yerdagi dx ga e'tibor beramiz. Dx degani qaysi o'zgaruvchi bo'yicha hosila olinayotganligini anglatadi. Masalan, fx da qanaqadir x dan boshqa harflar qatnashadigan bo'lsa, parametrik ko'rinishda, bu yerdagi harflar o'zgaruvchi emas, parametr ekanligini, bu yerdagi asosiy o'zgaruvchi x ekanligini anglatib turadi. Xo'p, agar shunga ko'ra biz hozir integrallar jadvalini yozadigan bo'lsak, birdaniga integrallar jadvaliga o'tib ketaveramiz. Integrallar jadvali. Integrallar jadvalini yozib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lib yozadiganimiz integral 0 dx bu o'zgarmas son bo'ladi. Ikkinchi integral dx, ya'ni 1 karra dx bu x qo'shilgan konstanta bo'ladi. Uchinchi integral x darajasi n dx, x darajasi n plus 1 taqsim n plus 1 qo'shilgan konstanta bo'ladi, faqat n teng bo'lmagan paytda minus 1 ga. Va x musbat. Xo'p. 3 da yozdik. 4-chi. Integral 1 taqsim x dx bo'lsa, bu natural logaritm modulda x plus konstanta bo'ladi. O'sha x minus 1 ga darajadagi n minus 1 ga teng bo'lib qolayotgan paytda x ni minus 1-si 1 taqsim x bo'ladi. O'sha 1 taqsim x bo'lmagan paytda 3-chi formuladan bo'ladi. Agar minus 1 ga teng bo'layotgan bo'lsa 4-chi formuladan bo'ladi. 5-chi integral a darajasi x dx a darajasi x taqsim natural logaritm a qo'shilgan konstanta. Xo'p, 6-chi integral y darajasi x dx teng y darajasi x
plus konstant. 7. Integral sinus x dx minus kosinus x qo'shilgan konstanta. 8. Integral kosinus x dx teng minus emas, sinus x plus konstantaga. 9. Integral 1 taqsim sinus kvadrat x dx barobar minus kotangens x plus konstantaga. 10. Integral 1 taqsim kosinus kvadrat x dx barobar tangens x plus konstantaga. Xo'sh, hozircha asosiy integrallar jadvalimiz shulardan iborat bo'ladi va buni albatta yana boshqa funksiyalar bilan to'ldirib boramiz. Mavzumizda qisqacha mazmuni shundan iborat. Keyingi video bu mavzu bo'yicha misollar yechish bo'ladi.